Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, tezkor va muhim yangiliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi dasturimiz davomida Bahodir Jalolov haqida so'nggi xabar. Munisa Rizayeva blogger vafot etganini ma'lum qildi. Endi shular haqida batafsil. Super og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik professional bokschi Bahodir Jalolov faoliyatidagi navbatdagi jangini ukrainalik Igor Shivazuskiga qarshi o'tkazdi. 10 raund davom etgan jang yakunida Jalolov ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozondi. Ta'kidlash lozim, bahsning 3-raundi davomida Bahodir raqibini nokdaun holatiga solib qo'ydi. Ushbu jangdagi g'alaba bilan Jalolovning g'alabalari soni 15 ga yetdi. Sportchining hisobida hozircha birorta mag'lubiyat yoki durang mavjud emas deyilgan xabarda. Jurnalist va blogger vafot etdi. Jurnalist va blogger Jasur Hamroyev 42 yoshida vafot etdi. Bu haqda Munisa Rizayeva o'z sahifasida yozib qoldirdi. U 1983-yilda Buxoroda tug'ilgan. Internet jurnalistikasida eng birinchilardan bo'lib asos solingan Shov-shuv.uz loyihasi asoschisi va bosh muharriri bo'lgan. U ma'lum muddat O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Yakkasaroy kengashi raisi sifatida faoliyat olib borgan. O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi boshqaruv mahorati kursini muvaffaqiyatli tamomlagan. So'nggi vaqtlarda o'z bloglarida shou-biznes yangiliklari bilan bo'lishib borardi. Jasur Hamroyev qand kasali tufayli vafot etgani aytilmoqda. 26 fevral kuni jurnalist Alisher Ro'zixonov 32 yoshida vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Alisher Ro'zixonov